Elning ko'zi ellik. Chet elda yashayotgan Uyg'urlar orasida har yili turli-tuman ishlar bo'lib turadi. Bu ishlarning orasida kimlardir o'z burchini to'nib va u yo'lda butun vujudi bilan jon tikib kurash qilsa, yana kimlardir dal buning aksicha dunyo maishatlari bilan hayotini o'tkazishni o'ziga nishon qilgandir. Dunyodagi eng yovuz qora kuchlarning boshlamchisi bo'lgan Xitoy uchun o'zi xohlab-xohlamay xizmat qilayotganlarmi yo'q emas oramizda. Ammo hammadan qo'rqinchlisi shuki, vatan va millat bayrog'ini ko'tarib olib, vatan millat uchun haqiqiy xizmat qilayotganlarning putiga palto chepish, vatan millat to'niga o'rnab olib, vatan millat xizmatini qilayotgan erkaklarni yolg'iz qoldirish va ularni sestish xizmatini qilishdir. Buning yorqin ifodalaridan biri perinchak va perinchaklar bilan haqiqiy erkaklar o'ttirsidagi kurash bo'lib o'ttirib chiqmoqda. Said Tumturk mana bularning orasidagi o'z maydonini dodil o'ttirib qo'yib kelayotgan va o'z vazifasini imkoni yetganicha o'rindab kelayotgan erkaklarimizdan biridir. Qaraydigan bo'lsak, Turkiya Xitoyda Uyg'urlarning turk xalqi va askarlarning yanida ekanligini namoyon qilish va shu orqali turklarning oti dushmani bo'lgan Xitoyga ajallik zarba berishni maqsad qilgan harakat. Anqarada Abdul Ahad Maqsum hojimning g'oyibona janoza namozidagi iymon. Xitoyning Turkiya elchixonasi tarafidan Istanbulda Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berish faoliyatining mag'lub qilinishi. Zinnatgul voqeasidagi fidokorlik. Anqara yurishidagi jasorat. Perinchakka qarshi dodillik va erkaklik. Mana bularning hammasi Said Tumturk tarafidan elib berilgan faoliyatlar bo'lib, har qitimqi harakat va faoliyatda ba'zi eti ulug', supursi quruq shaxs va tashkilotlar tarafidan yolg'iz qoldirilish, qarshi turilish va shundaqla sestishlarga uchrab keldi. Bizni eng hayron qoldirdigani shuki, bu harakat va faoliyatlar qandaqdir Xitoy manfaati uchun emas, Xitoyning abdi bashirisini oshkor qilish, Xitoyga imkoniyat doirasida zarba berish maqsad qilingan va ijobiy natijalarga erishgan harakatlar bo'lib, Xitoyga to'xtat bu hiylagarligingni, to'xtat bu razil ko'z bo'yamchiligingni, biz endi sening inson qalbidan chiqqan vahshiyona qirg'in va aldamchiliklarga sukut qilib turolmaymiz deb jakarlagan razillikka, qirg'in va zulmga qarshi elib berilgan haqqoniyat kurashlari edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, ba'zi shaxs va tashkilotlarimiz bu faoliyat va harakatlardan to'liq rohatsiz bo'lganligini ifodalab, yontoqda o'ltirib qolgandek to'lg'unib, tipchaklayotganligini har xil usul va tashviqotlari bilan ifodalagan bo'ldi. Bu harakat va faoliyatlardan Xitoyning beorom bo'lib qo'qasqa dasib olgandek sakrishi tabiiy edi. Ammo Xitoyga qarshi shuarlarni yonchiqining hamma yerlaridan topqili bo'ladigan. Lekin qalbidan g'uva simasini his qilg'il bo'lmaydigan bir bo'lik tashkilotchilar va shaxslarning Xitoydan va bakrak beorom bo'lishi odamni haqiqatan o'ylantirdi albatta. Vatan, millat va din dardida bo'lgan har bir sharqiy turkistonliklarga shu narsa aniqki, Xitoy bugun bizni yer sharidan bir butun yo'q qilib, Uyg'ur deydigan bir millatning asla mavjud bo'lmaganligini va bo'lmaydiganligini butun dunyoga jakarlamoqchi bo'lyapti. Mana mushunda qalqiliq bir paytda Xitoyga qarshi unumlik elib berilayotgan o'xshamagan o'rin va vaqtdagi bundaq harakat va faoliyatlar dal vaqtida va dal joyiga berilgan zarba edi. Bu zarba qandoqsiga bu da'vo sabidagi da'vochilarga ziyon elib keladi? Bu mantiqini qandoqmi normal bir aql egasi qabul qila oladi? İnsani aql bilan fikr qilgan vaqtimizdami Istanbuldagi Xitoy konsulining Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berish aldamchiligi. Zinnatgul voqeasi. Uyg'urlarga qarshi har qachon Xitoyning yanida turib kelayotgan perinchak va perinchaklar, bularning nomussizliklari va shundaqla Uyg'urlarni qaralash va tuhmatlashlari asli Istanbulda ishtiniga patmay qilayotgan raislar va ularning agashkuchilarini qarshi harakatga keltirish kerak edi. Ammo bulardan bundaq bir sadoning isbusi ko'rilmagandan keyin Said Tumturk boshchiligidagi bir qism aqli va qalbi o'yg'oq Sharqiy Turkiston farzandlari o'ttirg'i chiqib, 1000 kilometrga yaqin musobadan kelib, bu qarshilik faoliyatini o'rlashtirdi.
oxirida erishgani shu bo'ldiki, ba'zi Uyg'ur tillik shaxs va tashkilotlarning qarshiligi, nomussizlarcha hujumi va bu harakatlarni ayblagan bayonotlar bo'ldi. Perinchak va perinchaklarga qarshi o'tirib chiqqanlar nima uchun yolg'iz qoldiriladi? Xitoyning aldamchilik va nomussizligini pash qilgan, onunga ajallik zarba berganlar nima uchun o'z ichimizdagi eti ulug', supursi quruq ba'zi shaxs va tashkilotlar tarafidan sestildi? Ularning bu haqqoniyat sabiti bo'lmasligiga yana qanday bahonalar bor? Haftalardan beri ota-onam qayerda deb Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida fidokorlik ko'rsatgan fidokorlarni yo'qlashqimi, ulardan hol so'rashqimi, ularni qo'llab-quvvatlashqimi yarmagan u atalmışlardan yana bu millat nimalarni kutmoqchi? Xitoyning suiqastlari va suiqaschilarga qarshi tarix betlariga oltin hal bilan yozishga arziydigan faoliyatlarni ayiblash, qoralash, bearam bo'lish, tahdid ishiltish va ularni yolg'iz qoldirishga urinishdak bu osiylarcha qilmishlarga xalq eng adil baho va mukofot berguchidir.